Dyson so'zini eshitishingiz bilan xayolingizga yoki ko'zingiz oldiga brend, qimmat narx va pafos kelishi mumkin. Lekin shu brendni ham brend qilgan asosiy 3 ta tovar kategoriya yo'nalishi bor. Bu очиститель воздуха, fen stylerlar hamda ручной пылесосlar обязательно. Chunki ручной pылесосlar juda ham ko'pchiligiga yoqadi va jaydari deymiz, maza qilib ishlatadigan pылесосlar hisoblanadi. Hozirgi obzorimizda ham Dyson V15 Detect Absolute pылесоsi. Bu 2021-yilda ishlab chiqarilganiga qaramay, hozirgi kungacha ham, ya'ni 2026-yilgacha ham ko'pchilik brendlarni ручной pылесоslariga даже fora berib ham parametrlar bo'yicha urib qo'yapti. Nimaga bu bunaqa bestseller darajasiga chiqdi va nima o'ziga xos xususiyatlari bor? Bugun sizga shuni yaxshilab gapirib berib, obzor qilib beramiz. Birinchi bo'lib turib komplekti uchdan boshlaydigan bo'lsak, pылесосimizni o'zi, filtri, batareykasi va 5 xil nasatka va o'zini mana bunaqa turbasi chiqadi. Endi bu yoqqa to'liq sig'dira olmadik, shu sababdan ham komplekti uchisini o'zini qo'yib qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, bu nasatkalar to'g'risida alohida gaplashamiz hali yana. Pылесосni o'zidan boshlaydigan bo'lsak, Dyson pылесоslari, ya'ni ручной pылесоslari nimasi bilan farqlanib turadi? Bu ishonchli motor 100%, keyin o'zini quvvati va juda ham ko'p yil, ya'ni vaqtida qarab profilaktika qilib yursa, juda ham ko'p yil xizmat qilib berishi bilan boshqa brendlardan farqlanib turadi. Bu pылесосning mощностiga keladigan bo'lsak, tortish kuchi 240 airwatt deb belgilangan. Oboroti esa 125 ming oborotgacha ishlab beradi. Agarda bu pылесосga nagruzka tushadigan bo'lsa, 14 siklongacha ham nagruzka tushadigan bo'lsa, motor o'z kuchini umuman yo'qotmaydi. Zaryadga yetib berish vaqtiga keladigan bo'lsak, eko rejimda 60 minut deb belgilangan. Bu degani o'rtacha hisobda bitta xonani siz 10 minut pылесос qiladigan bo'lsangiz, 5-6 ta xonaga bemalol yetib beradi degani. Zaryadkasi esa 4,5 soatda 0 dan 100 gacha bemalol to'lib beradi. Nasatkalarga keladigan bo'lsak, ular 5 xil bo'ladi. Aytganimdek, bitta-bitta sizni tanishtirib chiqamiz va funksionallarini ham tushuntirib beramiz. Birinchisi fluffy optic, ya'ni lazerli qattiq pol uchun mo'ljallangan nasatka. Ikkinchisi digital motor bar, gilam va tuklar uchun mo'ljallangan nasatka. Mini brush, divan va mashina uchun mo'ljallangan nasatka. Crevice tool, tor joylarga, ya'ni qolgan nasatkalar kirmaydigan joydan bemalol uborka qilishingiz uchun mo'ljallangan. Combination tool, universal asosiy nasatkasi hisoblanadi. Aqlli xislatlarga keladigan bo'lsak, bu albattaki piezo sensor. Bu sensor to'g'risida sizga sotadigan sotuvchi ham, ya'ni siz ham nimaligini bilmaysiz va hech qanaqa ma'lumotga ega emassiz. Men hozir sizga shu narsani nimaligini tushuntirib beraman. Piezo sensori changga 150 ming martagacha sekundiga o'lchab beradi. Qanaqa qilib deysizmi? Hozir sizga logichnik qilib tushuntirib beraman. Changi ichkariga kirgandan keyin undan mikro vibratsiya hosil bo'ladi. O'sha narsani esa elektr signalga aylantirib, buni miyasiga yetkazib beradi va buni ko'rsatkichlari ham bor. Qanaqa changli joyi siz uborka qilayotganingiz, bu nimaga kerak desiz, hozir yana qisqacha ma'lumot berib o'taman. 10 mikron allergen pollen hisoblanadi, ya'ni changi holati. 60 mikrongacha esa oddiy chang hisoblanadi. 180 mikron esa qum bo'ladi, o'sha juda ham yirik changlar. 500 va undan yuqorisi esa katta zarrachalar, ya'ni mayda tosh, yirik qum va hokazo. Avto rejimi eng optimal rejim hisoblanadi. Dysonning o'zining ofitsial saytida ham shu rejim tavsiya qilingan. Nimaga? Chunki u polli holatiga qarab yoki gilamli holatiga qarab o'zini kuchini taqsimlab ishlab beradi. Kerak bo'lsa kuchliroq, kerak bo'lsa kuchsizroq ishlab beradi. Pылесос LED ekranda esa siz uni qancha ishlab berishini yana va zaryadkasi qancha qolganini bemalol ko'rib tursangiz bo'ladi. Aytgancha yana hozir aytgan narsalarimni, parametrlarimni ekranda ko'rib tursangiz bo'ladi. Laser detect funksiyasi. Bu funksiya birinchi bo'lib turib Dyson qo'llagan, undan keyin boshqa brendlar ham o'zida qo'llasha boshlagan. Bu funksiya nima deydigan bo'lsangiz, pылесос ishlatgan vaqtingizda yashil lazer yordamida sizni uborkangiz komfortli o'tishi uchun va hech qanaqa mayda qum zarralari yoki changlar qolib ketmasligini ta'minlab beradigan lazerli lampa hisoblanadi. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, foydalanayotganingizda dumaloq roller aylanyapti. Bu siz pылесосdan yengil va yoqimli foydalanishingizni ta'minlab beradi. Filtratsiya uchun esa HEPA filtr qo'yilgan. HEPA filtr очиститель воздухaga qo'yiladi deyishingiz mumkin, lekin hozir sizga fiziologiyasini, ya'ni pылесос fiziologiyasini qisqacha tushuntirib beraman, fikringiz o'zgaradi. Ya'ni pылесос qo'yayotgan paytingiz pылесос havo bilan tortib oladi musor bu yoqqa yig'iladi va qolgan havo esa orqasidan chiqib ketadi. Oddiy pылесосlarga ahamiyat bergan bo'lsangiz, filtratsiyasi umuman bo'lmaydi. Shu sababdan
xonadagi changlar 70-80% xonada qolib ketadi. Nabarot changlarni ko'tarilishiga ham sabab bo'ladi. Bu albatta zararli. Bu pilisosimizga esa HEPA filtr o'rnatilgan. Bu ya'niki havoni tortib oladi, musorni qoldiradi va 99.99% ga toza havoni orqasidan обратный воздухga chiqarib tashlaydi. Bu juda ham foydali. Allergiyasi borligi ham aynan tavsiya qilinadigan pilisoslardan biri. Asosiy ahamiyat berishingiz bo'lgan narsa bu aynan shu filtr bo'ladi. To'g'ri, profilaktikaga mo'ljallangan, bemalol yuvsangiz, quritsangiz bo'ladi, lekin u to'lib ketganda yoki nam holatda foydalanish qat'iyan man qilinadi. Bu 2 qavatli HEPA filtr hisoblanadi. Bu to'lib ketsa yoki nam holatda qo'yib foydalanadigan bo'lsangiz, motorga nagruzkani oshirib yuboradi. Shu sababdan motorning miyasi, ya'ni platasi kuyishiga yagona omillardan bittasi hisoblanadi. O'shaning uchun shunaqa filtrlarni vaqt soatida qarab yuradigan bo'lsangiz, profilaktikani vaqt soatida qiladigan bo'lsangiz, ushbu pilisos sizga ko'p yillab xizmat qilib beradi. Profilaktikaga sizga mana bunaqa zapchastlik kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga va qayerga murojaat qilishni bilasizlar. Agarda bilmaydigan bo'lsangiz, videoning tagiga silka qoldiraman, bemalol o'tib, ularning faoliyatligi bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Bu pilisosimiz rostakasi narxiga arziydi 100%, bestseller. Bunda chunki premium bor, ya'ni brend bor, dizayn bor, hamma narsa bor. Ya'ni aynan siz uchun ishlab chiqarilgan pilisoslardan biri. Bekordan bekorga Dyson'ni o'zini sinfida Rolls-Royce deyishmaydi.